Anchadan beri makiyajimni videoga olmagandim. Давайте bugun sizlar bilan ozgina gaplashib makiyaj qilamiz. Sochlarimni kestirganimdan keyin juda ham qattiq o'qit qilishga kirishganman. Har kuni ertalab uchlari baquvvat bo'lishi uchun shunaqa yo'q qilaman. Makiyajimizni har doimgidek SPF dan boshlaymiz. Yuzi quruq va makiyaj qiladiganlar uchun zo'r tushadigan SPF. Xo'sh, men yoshim 23 da Buxoro shahrida yashayman. Oilaliman, bitta farzandim, ya'ni o'g'lim bor. SPF dan keyin shunaqa yuzlaringiz yaltilaydi. Даже makiyajdan oldin ba'zi ham kerak. Tonalni ishlatmayman, tonalnida ton beradigan BB krem ishlataman. Chunki BB krem tonalnidan ancha yengilroq, yuzimizni baryeriga ajin tushirmaydi. Mana bir tomoniga surtib ko'rsatdim, qanaqa yaltilab oynaday turibdi. Hali Instagramim yo'q edi, mana shu tenim menda bor. Bilmadim, hali ham yaxshi ko'rib ishlataman. Mana o'zi nima ish qilishimni bilmaydigan yangi obunachilarim uchun Buxoro shahrida magazinim bor. Uxodoviy kosmetika, ya'ni yuz parvarishi uchun kosmetikalar sotaman va konsultatsiya beraman. Undan tashqari 1 yil bo'ladi kosmetologiyaga kirib kelyapman. Hozirda faqat protseduralar qilaman, xudo xohlasa inyeksiyaga ham o'tish niyatim bor. 3 ta profil yuritaman. Birinchisi Zeliliya asosiy profilim. Undan tashqari Agassi Buxoro va Zeliliya kosmetolog ikkita ish profilim. Xo'sh, endi kommentariyada yozib qoldiring, siz meni qaysi profildan ko'rgansiz. Tabiiy turadigan makiyajim ham tayyor. Nimaga tabiiy dedim? Chunki mana yuzimdan tonalli umuman oqib ketmayapti, bilinib ham qolmagan. Videoni oxirigacha ko'rib qo'ydingiz. Endi kerakli ma'lumotlar uchun podpisatsiya ham bosib qo'ying. Hozircha esa всем пока.